bu odamni o'ldirishgan. Tomonlarga yetib bordi. Ko'rdingizmi ana? Bo'lmasa rasmga olib qo'yaylik, to'xtang. Desak rost qonun bo'yicha keldi. Endi Xudo xolasa u bilan ham Ona o'z farzandidan ajralib qoldi. Ya'ni Nozima Koreyada vafot etgan Nozima haqida yana turli xil mish-mish gap-so'zlar tarqalmoqda. Aziz do'stlar, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, mana shu videoni iloji boricha like bosib, yaxshi yaqinlaringizga jo'natib qo'yasiz va albatta kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Nozimaga nisbatan bo'lgan adolatsizliklarga siz nima deb javob bergan bo'lar edingiz? Fikrlaringizni izohlarda kutaman do'stlar. Like va obuna esdan chiqmasin. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Chiqib ketishyapti. Endi anetda Pismu Jamshidni ko'rdingizmi? Sizga boshqacha yozgan, bu yoqda u paydo bo'lib qoldi. U bejo. Juda nimadir narsadan juda xavotirda. U narsani biz ko'rdik, judayam qattiq xavotirda. Endi bu yoqda hammariga chiqib ketishyapti-da, orqaga obratna qaytayotgan Siroj bo'lyapti. Men 100% aminmanki, tepada yana boshqa odam bo'lgan. Chunki Sirojchi gapi bo'yicha arqonni men o'zim yechib oldim deydi. Ikki kishi ko'tara olmayotgan narsa, ikki kishi qizingizni ko'tara olmayapti. U bitta o'zi ham uni ko'tarib, ham uni aniq arqonini yechish. Yana u bitta tugum bor deyapti. Bitta tugum bo'lgani uchun men oson yechdim. Bitta tugum bo'lsa, u 20 kilo narsani tortgandan ko'ra, aniqda qizingiz 60 kilodan oshib. Shundan ham o'zi yechilib ketib qolgan bo'lardi. Bu hammasi skaska narsalar. Ichkarida qiynab, bo'g'ib, mana qo'rg'asi singanligini ham faktu mana ya'ni aytishyapti-ku, davlat nima desa shu, davlat nima desa shu. Mana davlat nima deb qo'rg'a singanligini isbotlab berdi. Qo'rg'a singan. Xo'p. Qizingiz ichkarida menimcha bloger ham bo'lgan. Men fikrim shu, men ham taxmin qila olaman, bular ham rizqni taxmin qilishyapti-ku, bular ichkarida bo'lgan. Nimaga bloger bu vaziyatdan chiqib ketmayapti? Chunki u o'zi ham o'sha yerda bo'lgan. Agarda organ savdosiga aralashgan bu bloger deydigan bo'lsa, bu bloger chiqib ketib qolishi mumkin edi. Nima, men uni ichini yorib organni men olmaganman-ku degan tushuncha bo'lardi. Unda anu xotirjamlik bo'lardi. Ana doktorlarni o'zi javob beraversin, olgan odamlar o'zi javob bersin, men quruq chiqib ketaman, men bilmayman, turaman derdi. Tushunasizmi? Bu o'yindan chiqib olmay ketayotganligi o'zi o'sha yerda bo'lgan. Qizingiz zo'rlangan. yana bilasizmi, Javohir, men ayol kishi ham bo'lgan deb o'ylayman yerda. Ayol kishi, men Marjona bo'lgan deb o'ylayman. Men taxminan shunaqa taxmin qilyapman, kimdir bo'lgan ayol kishi, chunki tirnoq izlari ayolnikimi degan anaqa ham bor-da. Endi taxmin bu. Men Marjona bo'lgan deb o'ylayman, lekin Marjona degani qanaqa, u o'ldirayotgan tepasida turib, ha, yaxshi deb ma'noda emas. O'shandan ozgina oldin, o'shandan keyin bu ko'p narsani biladi deb o'ylayman. Balki o'sha vaqtda ham 10 minut oldin bo'lgandir, 1 soat oldin bo'lgandir. Marjona gap ko'p. U ko'p narsani biladi. Juda ko'p narsani biladi. Vaqti keladi, hali u qon yig'laydi. Vaqti keladi, qon yig'laydi. Balki o'shaning uchun telefonni anaqalarini chiqarib bermayotgandir. Biz zaпрос tashladik buni orqasidan, tergovchi chaqiradi Xudo xolasa, uni ham tezlikda, tez kunlarda. Unga biz chiroyli gapirib chiqdik. Bizga yordam qil, o'sha telefonni gaplashgan oxirgi 2 oy 3 oyligini chiqarib ber desak, rosa qonun bo'yicha keldi. Endi Xudo xolasa u bilan ham